Dizaynerlarga 5 ta maslahat. Agar dizayn sohasini o'rganayotgan bo'lsangiz, mana shu 5 ta maslahatni aytgan bo'lardim. Assalomu alaykum, men Sarvinoz, xalqaro dizayner, 16 yillik tajribaga ega, SSB va K-Modest brendlari asoschisi bo'laman. Birinchisi, trendni emas, o'z didingizni shakllantiring. Ya'ni kreativlik ustida ishlang. Ko'proq kuzating, kamroq ko'chiring. Ilhom olish boshqa, kimnidir takrorlash boshqa. Sizni ajratib turadigan narsa bu o'z qarashingiz. Uchinchisi, sabr qiling. Yaxshi dizayner bir kechada shakllanmaydi. Har bir eskiz, har bir xato va har bir tajriba sizni o'stiradi. To'rtinchisi, o'rganishni hech qachon to'xtatmang. Men ham haliyam yangi narsalarni o'rganaman, chunki fashion har doim rivojlanadi. Agar siz o'sishni to'xtatsangiz, ortda qolasiz. Oxirgisi va eng muhimi, qadriyatlaringizni yo'qotmang. Sizni boshqalardan ajratib turadigan narsa faqat dizayningiz emas, balki nima uchun shu dizaynni yaratishingiz. O'zingiz stilingiz va prinsipingizga sodiq qoling. Bugun 16 yillik tajribamdan kelib chiqib, bitta gapni ishonch bilan ayta olaman. Yaxshi dizayner chiroyli kiyim yaratadi. Buyuk dizayner esa o'z qarashi va qadriyatlarini dizayn orqali namoyon qiladi. Agar siz dizayn yo'lida bo'lsangiz, bitta shu savolni unutmang. Men o'zi nima uchun dizayn qilyapman?